Erimdan qolganman. Erim vafot etgan. Mana kichkina yosh farzandim bor. Endi yurishni o'rganishyapti. Bittasi qo'ynimda deydi. Bizga bir ihson qiling. Hayotimizni o'nglab olaylik. Bir kunlik taommi, bir kiyimmi, bir narsami? Ko'nglingizda nima bo'lsa o'sha. Oila boshlig'i hashamat uy egasi nima dedi? Men seni qayerdan bilaman dedi, ering vafot etganini. Sen atayin qilayotgan bo'lishliging mumkin-ku dedi. To'g'ri-ku, bugungi kunda ham atayin qilayotganlar bor-ku. Men seni qayerdan bilaman atayin qilayotganligingni? Yoki sen o'zingni bechora holiga solib, bizni rahmimizni keltirib, hammadan ihson yig'ish niyating bo'lsa-chi, biz buni qayerdan bilamiz dedi. Ayol aytdi, "Xo'p, unda men